Xo'sh, yaqin qoldi degan umiddaman. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men F4 Minecraft. Bugungi yangi videoga xush kelibsizlar. Nega bu yerda yuribsan desanglar, bugun menda topshiriq bor edi. Mana bu qishloqdan xabar olib kelish kerak edi. O'zini bilasizlar, parazitlar, viruslar tarqalgan. Shunga nima mana? Yo'qon. Hoy, nega bular bunaqa? Hamma yoq panjara, tashlandiq uylar. Hoy, kimdir bormi? Hoy, kimdir bormi? Hoy, yordamga. Bu shu yerdan keldimi? Ichkarida kimdir bormi? Ha, bor. Yo'q. Qishloqqa? Sen virusga chalmaganmisan? Yo'q, menda hammasi joyida. Tirik qolganlardan bitta men qoldim. Yo'q. Sen uyingmi? Ha. Okey. Qolganlar qayerda? Boshqa jitillar. Xullas, bizni qishlog'imizga parazitlar bostirib kelib, hamma jitillarni yo'q qilishdi. Bitta men tirik qoldim. Bitta sen tirik qolding? Xo'p, ishlar chatoq. Bu yerda hammasi yaxshi bo'lsa kerak deb turibman. Nima ovozi? Qishloqqa nima ovozi bu? Bilmayman. Okey. Tepada kimdir bormi? Yo'q, sandiqda qurollar bor. Okey. Mana sandiq. Yo'q, bu yerda revolver va Thompson. Qishloqqa bular o'zingnikimi? Ha, albatta, bular o'zimniki. Xohlasak olishing mumkin, faqat bittasini. Xo'sh, qaysi birini olsam ekan? Menda o'zi Glock bor. Bilmadim. Men revolverni yaxshi otaman. Tushunarli, demak men Thompson olaman. Shunday qilamiz. Xo'sh. Bo'lmasa Thompson olamiz. Jitilga esa revolver. Jitil, bu yerda qanchadan beri turibsan? 3 kun. 3 kun ichida senga hamla qilishmaganiga qoyilman. Xo'sh, xullas mana bu patronlarni ol. Va mana revolver. Menda esa Thompson. Jitil, bu yerda endi qololmaymiz, chunki bu yer tashlandiq, yashasa bo'lmaydi. Qanaqadir allambaloqlar kelyapti. Boshqa tiriklar yo'qmi umuman? Hoy. Yo'q, bitta men tirik qoldim. Oilamni ham hammalarini yeb bitirishdi. Tushunarli. Do'stlar, endi nima bo'ladi? Bu yerdan qanday ketamiz endi? Xo'sh. Jitil, senga bir savolim bor. Bu yerda qolish xavflimi yoki xavfsiz? Menimcha xavfli, chunki mana bu uy 4 yildan beri hali buzib tiklanmagan. 4 yildan beri shu yerda turadi. To'g'ri, o'zi bu qishloq qurilganiga 10 yildan oshdi. Avloddan avlodga o'tib kelyapti bu qishloq. Lekin mana shu parazitlar tarqaldi. Butun dunyo xavf ostida.
Qishloqlar esa mana bunday devorlarni qilib o'zlarini saqlashmoqchi edi, lekin parizlar qayerdandir kirib kelishdi. Hamma yoq qon. Yo-mayo. Xullas, Jitil bu yerdan shahargacha ancha yo'l. Men ham bu yerga bir kunda yetib keldim. Belim ham juda og'riyapti. Ozgina uxlay. Keyin gaplashamiz. Hoy, tur. Nima bo'ldi? Jitil, tirikmisan? Hammasi yaxshi. Shunchaki ko'p uxlab yubordik. Qancha uxladim o'zi? 4 soat. 4 soat. Mayli. Qorni ham och qolib qoldi. Senikicha? Meniki och. Bu yerda kartoshka va bug'doylar bor ekan, olib kelish kerak. Shu yerda o'tirib tursang ham olib kelaman. Kelishdikmi? Kelishdik. O'zi. O'tirib ketyapti. Yuqoriga patronlarni sarflama. Okey. Sen shu yerda turib tur, men hozir kelaman. Yo'q, do'stlar, tashqari uyning ichida ham juda qo'rqinchli ularni olamiz. Ularga virus tarqamagan bo'lsa. Ertagisi yerga tushamiz. Bug'doylarni olamiz. Kartoshka pishiramiz. Menimcha yetsa kerak. Jitil, senda pech bormi? Hozir. Qani olishing mumkin. Yaxshi. Hozir men pishiraman. Ko'mirchi. Hozir. Mana bu boltani olgin-da, borib daraxt chopib kel. Nega men chopib kelaman? Bu yerda parazitlar bo'lsa-chi? Axir senda quroling bor-ku. Bo'pti, baqirma. Bu yerga pechkani qo'yay. Xo'sh. Do'stlar, endi bir kami qishloqdan tashqariga chiqib daraxt chopib kelishimiz qoluvdi. Mayli, Jitil, hozir chopib kelaman. Xo'sh, do'stlar. Mana daraxtlar. Hozir bir ikkitasini chopamiz. Menimcha yetib qolsa kerak. Mayli, shuni ham olamiz. Tovuq. Lekin unga ham parazitlar hujum qilgan bo'lsa. Mayli, hozir. Qishlog'im keldi. Darova? Shunday. Darvozadan chiqishimda o'ng qo'lda daraxtlar bor ekan. Ha, to'g'ri. 3 kundan beri ko'chaga chiqmaganingdan keyin bilmaysan-da. To'g'ri aytasan. Hozir men pishiraman. Shuni doskalarga. Mana bu qanaqa effekt. Xo'sh. Yana ungacha Jitil. Kartoshkalarni pechga qo'ydim. Ungacha men dam olib turaman. Mana redalarni olmaysanmi? Bu yerda kim bor? Yana nima ovozi bu? Jitil, bu yoqqa o't. Bu yoqdan qoch. Men ozgina dam olaman, sen ham dam ol. Xo'sh, kartoshkalar ham pishib qolgan bo'lishi kerak. Pishibdi. Ovqat tayyor bo'ldimi? Mana bo'ldi. Ola qol. Issiqqina. To'g'ri. Juda ham mazali. Xo'sh, bu yerda ovqat kam va biz uncha ko'p qololmaymiz bu yerda.
Da do'stlar, xuddi shunday. Biz bu yerda ko'p qolaymiz. Chunki viruslar bu yo'lni bilib qolishsa, bizni topib zaharlashlari mumkin. Shuning uchun biz bu yerdan ketamiz va bizni o'z turargohimiz, ya'ni bizning uchastkavoyga boramiz, shaharga. Video yoqqan bo'lsa like, obuna isdan chiqmasin. Bu birinchi qism edi. Xayr.